Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining qadrli kuzatuvchilari, hojota hojonalar, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Telegram, Instagram va VK video orqali bizni ko'rib kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar, hammaga xayrli kech. Bugun 2026-yil 18-iyul. Lekin juda ham kechga qolib ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, kech bo'lishiga qaramasdan videolarimizni joylaymiz. Xudo xolasa rizqi ko'tarilsa bugun, agarda rizqi ko'tarilmasa 19-iyul sanasida ham bemalol telefon qilib savdolarni qilaverasizlar aka-ukalar. Hafta kuniga shanba Andijon Oltinko'ldan gapiramiz. Qadrdonlar, bittadan like-ni bosib qo'yasizlar. Men xudo xolasa sizlar uchun go'zallaridan ko'rsataman, ma'lumotlarni beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bergan ma'lumotlar sizlarga ma'qul kelsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizni musofirdan turib ko'rib kuzatayotgan aka-ukalarimiz uchun Telegramlarimiz ishlab turibdi. Xo'p, O'zbekiston hududidan turib ko'rdinglar, mol sizlarga yoqdi, lekin xo'jayininglar yoki farzandinglar yoki yaqininglar chet elda, Rossiyada yoki Yevropada. Yevropada yoki Rossiyada YouTube yaxshi ishlamayapti. Qanday ko'radi desanglar, VK video deb yozsin. Play Marketga kirib VK video deb yozsanglar, VK video platformasida aka-ukalar xuddi shu YouTube uchun olingan videoyimizni birga bir variantni xuddi shu holatda joylab ketiladi. Qadrdonlar, oq yelin, oq quloq, oq tumshuq, tuyoq, stakan, oldi oyoqlar. Stoykaga e'tibor berib qo'yasizlar, to'shlariga e'tibor berib qo'yasizlar, molni yoshligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Hali bo'zak, hali kuraytish chiqarmagan aka-ukalar, quloqqa bir e'tibor beringlar. Toza shvedni qayerdan bilamiz aka-ukalar? Tozasini. Endi mana spichkani yoqaman akalar, ko'zi sal oqarib qoladi. Defekt deb qabul qilmaysizlar. Mo telefonda spichkasi ko'rdinglar aka-ukalar. Sizlarga buni belgilarini to'shni ko'rsatib berishlik uchun projekt chirog'ini yoqdim telefonimni. Qadrli kuzatuvchilar, buni ko'ringlar. Toza savayskilarda aka-ukalar. Toza savayskilarda ko'zni tepasida qoshlari bo'ladi, qadrdonlar, men qaranglar-da. Molni tiniqligini ko'ringlar. Ko'rinyaptimi aka-ukalar? O'ta go'zal. Endi ming maqtasak ham mol bizga bir piyola choy damlab beramidi, buni yo bir xizmatimizni qilamidi deysizlar, lekin asalda ham tozasi qimmatroq bo'ladi, shokoladda ham rossiyskiy sal qimmatroq bo'ladi aka-ukalar. Hamma narsani zo'r. Qiziqqaniga, ishqivoziga bebaho, lekin xudo xolasa pullarini imkon darajasida holatidan, sharoitidan, olinishidan kelib chiqib, yengilroq qilib aytamiz, sortiga qaraganda arzon aka-ukalar. Qancha aytsak ham sortiga qaraganda arzon bo'laveradi bu mollar. Sababi shvedni narxi sementaldan ham o'tib ketdi aka-ukalar. Semental avstriyskiydan ham o'tib ketdi, hattoki toza savayskiy shvedlarimizning narxi semental avstriyskiy mollarimizga yetib oldi, даже o'tib ham ketdi. Aka-ukalar, avvallari faqat firmalarda bo'lardi-ya, bilasizlar. Boylarda uyda bitta bo'lardi, rais bo'lardi uyda. Bo'lmasa firmalarda bo'lardi. SSR'da firmalarda. Qadrdonlar, tepani kengliklariga e'tibor beringlar. Hali bo'zak, hali 1.25 atrofi. Taxminiy bo'ylari. Kalla, shox, badani ham zo'r, xudo xolasa, eti ham zo'r. Biz aytgan narxga hamma yo'g'i javob beradi-da, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma tomoni. Mol ideal holatda. Bir dona zo'ridan boqaman zotga, naslga deganlar aka-ukalar, aytayapman, buni bahosi qolmadi, shvedlarning bahosi. Qadrdonlar, xudo xolasa nech pul bo'lsa ko'taraveradigan bo'lib ketdi. Agarda mana shu holatda buqaga tayyor bo'lib turibdi, buqa talab bo'lib turibdi xunajinimiz. Bitta buqaga qo'yilib, sizning uyingizda 3 oy turib qolsa, 3 oylik bo'g'oz bo'lib chiqadigan bo'lsa sotuvga aka-ukalar. 45 million so'm narx aytiladi. Kamida. Bo'lmasa 50 million narx aytaverasiz. Mol ko'taradi. Kallani ko'ringlar, quloqni ko'ringlar aka-ukalar. Joning sog' bo'lgur. O'ta go'zal chiqqan. Hamma yo'g'i kelgan aka-ukalar molni olayotganda meni bilasizlar, juda injiqman olishga. Sotishga emas, lekin sotishda klient taraf bo'lib sotaman. Olayotgan odam, sababi biz uyimizda 1 kun 2 kun turadi-da, biz ozgina boqamiz. Ozgina boqib, xudo xolasa sizlarga sotib yetkazib beramiz. Bizdan olgan odam ko'pgina foyda qilsin. Bizga ham ozgina foyda qilsin, olgan odam ko'proq foydalansin. Sababi o'tgan yili bizdan mol olgan obunachilarimiz mana haligacha telefon qilib yaxshi mollardan so'rayapti. Aka-ukalar, yosh oilalari 1,5 yashar atrofida buqaga tayyor, xudo xolasa talab bo'lib turibdi. Sog'ligiga, bitishiga, yuvoshligiga 1 hafta garantiyasini beramiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab, toza savayskiy shved
qonigacha tekshirib olaverasizlar aka-ukalar. Olib borganimizda qonigacha tekshirib olinglar, xohlasanglar, molni, sortini, qonini hamma yo'ni tekshirib olinglar. Kraskasi ham boshqa Karpat, Kashtan, qo'ng'irlarga qaraganda aka-ukalar 5 million, 4 million qimmat yuraveradi. Xudo xolasa bu molni kraskasi, toni, ishqivoziga, aka-ukalar qiziqqaniga. Xo'p. 33 million so'm. Kami xayri bor, vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy aka-ukalar. Oliblar buqaga qo'yib qo'yasizlar, xudo xolasa talab bo'lib turibdi. Telefon qilasizlar aka-ukalar, narxi muhim emas, aytilayotgan narx. Mol yoqdimi? Kelishamiz. Tayyor bo'g'ozi. Qadrdonlar, Eston, Yevropa, to'qol, g'urra boshidan. Hali kurak chiqarmagan 6 oylik bo'g'oz. Mol baliq. Badanni ko'ringlar. Buni qaranglar, qadrdonlar. Hali kurak chiqarmagan. Hali yana ancha o'sadigan, hali yana ancha o'zgaradigan. Molimizni bo'ylari 1.25 plus 1.30 ga yaqin. Birinchi qoringa 6 oylik bo'g'oz. Bo'g'ozligi naq, sog'ligiga, bitishlariga, yuvvoshliklariga garantiyasini beramiz. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab besplatniy bo'ladi aka-ukalar. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa oldingi videolarimizdagi mollarimizni ham chiroyli qilib egalariga yetkazib ber. Mana idish qo'zg'ab qoldi, xudo xolasa. Ke jonivor. Xunajini endi ushalmagan. Hali sog'ilgan sigir emas bu. Shuning uchun sal g'ash kelib lekin unaqangi karates fe'li yo'q. Mana aka-ukalar. Xo'p, bo'ylari ma'lumotlarini berdik. Xo'p, aka-ukalar, Estonni bunaqa tozasi kamayib ketyapti. O'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Har kuni ham ko'rayotganinglar, yo'q bunaqa tozasini. Molni tepalariga ham bir ahamiyat berib qaranglar-da. Eti ham zo'rda, qadrdonlar, mol. Eti ham zo'r. Mana aka-ukalar. O'ta go'zal. Hamma yo'q. Suti yog'li bo'ladi aka-ukalar. Suti qo'yiqligi zo'r bo'ladi bularda. O'zbekistonda iqlimiga chidamli bo'ladi. Ancha-muncha kasal-kusalga parvo qilmaydigan mollar. Issiq sovuqqa chidamli mollar bo'ladi aka-ukalar. Xo'p, molimizni kallaga qaranglar. O'ta go'zal, chiroyli chiqqan. Hamma yo'q go'zal chiqqan. Endi Xudoning mo'jizasi aka-ukalar. Xudoning yaratgan bir mahluqi. Yoqsa, Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Havas qilganlar, yoqtirib turib, hozir imkoniyati, sharoiti bo'lmaganlar bizga ham nasib qilsin deb yozib ketinglar, havas qildim deb yozib ketinglar kommentariyaga. Bittadan podelitsiya qilib Telegramdagi mahalladosh, qarindosh gruppalarga tarqatib qo'ysanglar, yana ham xursand bo'lamiz. Akalar narxiga 34 million. Yana ozgina kami xayri bor. Ko'p emas aka-ukalar, ozgina o'tib beramiz. Kami xayri bor. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Qadrdonlar, qaranglar. 6 oylik xudo xolasa boshladi. Idishni solyapti chiroyli qilib. Shved ishqibozlari, shved shaydolariga mana. Aka-ukalar. Xo'p. Aytilgan narxlari muhim emas. 33 million so'm, kami xayri bor, kelishiladigan joyi bor. Kavush qaytarib turishlarini qaranglar, tanajoni sog', toni o'ta go'zal. O'ta go'zal. Kelajagi bor. Molni orqa oldi bir xilda aka-ukalar. Liniyaga e'tibor beringlar-da tepadan. Molni orqa oldilari bir xilda, quloq, kallalar o'ta go'zal chiqqan. Hamma yo'q. Bak. Ekrandagi nomerlar aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Bittadan like sizlardan aka-ukalar. Rahmat hammaga.